Assalomu alaykum Andijon Telefon kanali a'zolari. Sizlar bilan doimgidek Kamina usta Ibrohimjon. Mana bu ishimizni biz Andijon viloyati Asaka shahrida boshlab oldik. Hozirda biz darvozaxonamizni shaxmat to'qish jarayonidamiz. Shaxmat qanaqa to'qiladi degan savolga bugun javob beramiz. Shaxmatimiz reykamizni mana bu qiridan mana bu qirigacha 26,5 cm dan bo'linadi. Biz hozirda o'rtasini shaxmatini qilib oldik. Endi mana bu chekalarini qilamiz. Chekalari kobra fasonda bo'ladi. Xudo xolasa videolarni yana qo'yib boramiz. O'rtaga bitta kosmosimizdan o'rnatamiz. Kosmosimizning narxiga keladigan bo'lsa, kosmosimizning narxi $100 dan $180 sotib kelmoqdamiz. Agar kimga shunaqa sifatli tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, tanlovda adashmanglar. Do'stlarga tavsiya yuborib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Hammaga omad, kuninglar yaxshi bo'lsin.